Cauchy masalasining mavjudligi va yagonaligi. Hosilaga nisbatan yechilgan ushbu y' barobar f x y differensial tenglamaning yx0 teng y0 boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi y barobar yx yechimini topishga Cauchy masalasi deyiladi. Teorema. Cauchy agar fxy funksiya to'rtburchakda to'rtburchagimiz mana shunday to'rtburchakda aniqlangan va uzluksiz bo'lib y o'zgaruvchi bo'yicha Lipschitz shartini, ya'ni ixtiyoriy y1 y2 x y1 tegishli p x y2 ham to'rtburchakka tegishli nuqtalar uchun shunday n soni topilib modul f x y1 minus f x y2 kichik yoki teng n y1 minus y2 tengsizlikni qanoatlantirsa, u holda shunday h musbat soni mavjudki 1 plus 2 Cauchy masalasining x0 minus h x0 plus h oraliqda aniqlangan va ikki boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yagona y barobar fx yechimi mavjud bo'ladi. Bu yerda h barobar minimum a b taqsim m esa maksimum modul f x y ning. Dastlab Cauchy masalasining yechimining yagonaligi bilan tanishib chiqsak. y1x va y2x lar bir tenglamani qanoatlantirsin va ikki boshlang'ich shartni ham. Bundan tashqari to'g'ri to'rtburchakdan ham chiqib ketmasin. Demak, tenglamani qanoatlantirsa y1' x barobar f x y1 y2' x barobar f x y2. Bundan tashqari y1 x0 teng y0 ga teng, y2 x0 barobar y0 ga teng. Eng asosiysi y1'imiz y2 ga teng bo'lmasin deb faraz qilamiz. Endi ikkala tenglikni ayirsak. Bunday yozsak bo'ladi.
Bundan tashqari y1 x0 minus y2 x0imiz 0 ga teng. Sababi bu ham y0 ga teng, bu ham y0 ga teng. Endi dx ni bu tarafga o'tkazib, ikki tarafini x0 dan x gacha integrallaymiz. Endi ikkala tenglikdan ayirsak, dx ni bu tarafga o'tkazsam, va ikkala tarafini integrallasam x0 dan x gacha. Endi bularni t ga o'zgartirib chiqsam. Demak, t ga o'zgartirsak, bularni t. Bu tarafini integrali bu tarafi o'z holatida qolsin. Endi x ni qo'yib yozsak, y1 x minus y2 x bo'ladi. x0 ni qo'ysak, y1 x0 minus y2 x0 bo'ladi. Mana bu joydan y1 x0 minus y2 x0 imiz 0 ga teng bo'ladi. Sababi bu ham y0 ga teng, bu ham y0 ga teng bo'lyapti. Shuning uchun ikkinchi holatni yozib o'tirmaymiz. Barobar integral x0 dan x gacha endi ikkala tarafiga modul qo'ysak, endi modul ifodasini integralni ichkariga o'tkazsam, mana bunday tengsizlikka o'zgaradi. Keling, integralni oldiga ham qo'yamiz. Endi Lipshic shartidan foydalansak, kichik yoki teng n modul x0 dan x gacha y1 minus y2 bo'ladi. t bo'ladi. Shunda bizda
y1 minus y2 ichki yoki teng n integral x0 dan x gacha y1 minus y2 ning moduli dt bo'lyapti. Endi keling mana bu ichiga yozib qo'yaveray. Integralni granular lemmasidan foydalanamiz. Buning uchun bu yerga osonni qo'shib qo'yaman. Tengsizlik o'zgarmasligi uchun bu osonning 0 soni o'zi aslida. Endi shu joyda granular lemmasidan foydalansak, y1 minus y2 mana bu baholash mana bunday ko'rinishga keladi. Mana. Endi a 0 bo'lganligi uchun y1 minus y2 ning kichik yoki teng nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Mana bu yerga 0 qo'yganimiz uchun. O'zi y1 minus y2 ning moduli 0 dan katta bo'ladi. Bundan kelib chiqadi y1 x bilan y2x lar aynan teng ekan. Demak, ziddiyatga keldik. Yechim ikkita emas, yechim yagona bo'lar ekan.